Mashinamizni har doimgidek mo'yka qilib oldik. Hali ham o'sha an'anaga xos bo'lgan holatda avtomobilimiz mo'ykada. Kimga bilmagan bo'lsa, yengili biz Honjini E2 ga alishtirib oldik, qadrli do'stlar. Sizlar bilan o'zi ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz, qadrli do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Taxi Store kanali anchadan beri biz video obzorlar, ish jarayonlarini ko'rsatmadi, oilaviy sabablarga ko'ra. Shunga o'xshagan masalalar mana yana Xudo xolasa biz ekranga qaytdi. Bugun Xudo xolasa to'laqonli qilib o'zgacha uslubda bir nechta agregatorlarni sizlarga ishlab video obzor qilish niyatidamiz. Bir nechta agregator deganda o'zi 2-3 kundan beri o'ylab yuribman, shuni 3 ta agregatorda ishlab ko'rsataymi ekan. Ya'niki Yandex, Uklon va VB taksi orqali deb o'ylab yuribman. Lekin bugun 3 ta emas, balkim 2 ta chalkashlik bo'lib ketmasligi uchun har holda VBda sira emas, ko'pchiligi bonuslari bor, bonusga ishlaydi. Yandexda bo'lsa bonus tugadi. Ertaga 12-may yana yangi bonus beryapti. 1.200.000 va undan tashqari VBni kunlik garantiyaning shu bonuslari. Xo'sh, bu bizda Yandex ko'rib turganingdek kechagi 107 ta zakazni biza bonusni urib bo'ldi. Bu esa ertadan boshlanadigan 120 ta 12-dan 18-maygacha bo'lgan zakazlarning bonusi. E'tiboringizga havola qilamiz. Ish qanaqa bo'lyapti, ish jarayonlari qanaqa deganlarga Yandexda ish aslida совсем o'lgan desam bo'ladi, chunki mana ko'rishingiz mumkin. 9-may kuni 35 ta zakazda ham 1 million bo'lmagan va undan tashqari komissiyalar ham otdi kallasi narx bo'lib ketyapti. Taksi park 1.4% olgan taqdirda ham komissiya Yandexda mana ko'rishingiz mumkin, salkam 200.000 so'm pul bo'lyapti. 1.4% taksi park qanaqa taksi park u demoqchi bo'lsanglar, bu ishi mana hammaga mashg'ul bo'lgan bizning hamkasbimiz Farhod E2 Zajigayevmi taksi parklari bo'ladi, shular ishlashadi. Tarifikatsiyaga keladigan bo'lsa, 30-apreldan keyin sizni tarifingizdan elektronni olib tashdimi, E2 dan olib tashyapti, ko'pchilik yozishdi. Yo'q, mana elektron tarif turibdi. 23-yil bo'lsa, ularnikini olib tashyapti. Bizniki 23-yildan baland bo'lgani uchun turibdi. Qolgan hammasi shu, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda shu anaqalar, bu yoqda shu mana har doimgidek birlashgani ortiqcha to'xtalib o'tirmaymiz. Koeffitsiyentlar unaqacha yuqori emas. Endi bu bo'lsa Wildberries taksini agregatori o'zini birlashganasi, ishlamaganlar, hali ishni boshlamaganlar bo'lsa mana ko'rishingiz mumkin. Bular ham sekin-sekin bonuslarni tushiryapti. 6 taga 315 ming edi, misol uchun 10 taga 550 ming edi, bu yo'g'i ketadi 8 ming, 1 million 20 ming, 1 million 140 ming mana shunaqa atrofida edi. Va undan tashqari mana 7 dan 10 gacha, 5 dan 7 gacha, 7 dan 9 gacha va 9 dan 12 gacha mana shunaqa etapda zakazlar qilsanglar, sizlarga shu vaqt ichida bonus pullari beradi. Buni endi единственный minus tarafi tarif tanlay olmaysiz. Tarif tanlashga imkon yo'q. Bergan tarifida ishlashga siz majbursiz. Shuning uchun nima demoqchiman, mana shunaqa noqulayliklari bor. VB taksini. Buni koeffitsiyenti shuni ham yoqib qo'yasiz. Qatdan shu kayflar borligini o'zligiga ko'rsatishadi. Bu hozir Comfort Plus tarifi koeffitsiyenti Comfort o'tkazadigan bo'lsa, yana ham shu kamayyapti. Standartda почти что yo'q. Xo'sh, aziz do'stlar, VBni birinchi yoqib, keyin Yandexni yoqdik. Cho'ta bugun Yandex birinchi berdi zakazni. Fastenligini qatdan bilsa bo'ladi. SMS yozadigan mijozga bo'lgan chati yo'q, mana ko'rishingiz mumkin. Скорее всего, Comfort Plusdan agar elektrodan bo'lsa, SMS yozadigan chati bo'ladi. Elektro yozug'i yo'q bo'ladi, yo'q bo'lmaydi. Mayli, birinchi zakaz qaytarmaymiz. Mijozgacha 700 metr edi. Mijoz bilan birgalikda bo'lsa 11 kilometrga 26 daqiqalik yo'l. Biz o'z ishimizni, ish jarayonimizni boshladik va bunaqa damaschilarga
Alloh insof bersin. Ko'ryapti, ko'rayotganimni xullas mayli, to'xtalmaymiz. Yangi kun, yangi vaqt, yangi nima deydi? Kayfiyat. Haftaning oxirgi kuni bugun aytganimdek, haftaning yangi kuni ekan. 11-may dushanba kuni ekan. Yangi hafta kirib ketdi aziz do'stlar. Ko'pchilik nasiyaga bank orqali kattaroq tarifga o'tishga harakatida bo'lib, hozir mana bir qancha banklar minimalniy summalarda pul to'lasangiz, mana shunaqa elektromobillar, qimmat mashinalarni olib chiqib ketishga imkon beryapti. Lekin maslahatim bunga qo'l urmaganinglar yaxshi, chunki taksichilik har doimgidek men aytganman, ma'qullamayman. Naqdga pulingiz bo'lmasa, variantga olmaganingiz ma'qul. Variant bo'lsa ham, zarur bo'lsa, halol nasiyaga olganingiz arendator orqali o'zingizga vigini, lekin через bank orqali men umuman вообще maslahat bermayman, to'g'risini aytsam. Xo'sh, zakazimiz kartali ekan. 11 kilometrga 26 daqiqa qolganini Xudo xohlasa video davomida gaplashib o'tamiz. Сегодня Спасибо большое. До свидания. Там по карте, да? Да. Все, спасибо. Спасибо вам тоже. Xo'sh, aziz do'stlar, 24 minut vaqt, 50 ming so'm pul. Biz birinchi zakazimizni yopib oldik. Yandeksdan, VBdan bo'lsa, mijozni tushiradigan manzilimizga tushirishimizga 2 kilometr qolganda yoquvdik. Ya'ni 5-6 minut bo'ldi yoqqanimizga. Hali ham zakaz bermadi. Kutib turibmiz. Bersa bajaramiz deb. Xo'sh, elektromobil haqida, elektromobil olsa qanaqa arziydimi deydiganligi ko'pchiligiga, hammasiga har bir videoda qaytarib o'tishga harakat qilaman. Arziydi, olish kerak, mazza qilib haydash kerak. Chunki hozirgi zamon talabi ham shu, ixchamlik, kompaktnost deydimi, nima deydi, va qulayligi, uni arzonligi, misol uchun benzinga nisbatan yurishlari, boshqasi hammasi yaxshi o'rinda. Mana men 877 Lacetti 5 kundan beri mana mashqda Darxon tarafda avariya bo'lib qolgan, hali ham turibdi. Nima deymiz endi? Toshkent ko'chalariga keladigan bo'lsa, ko'chalar o'sha kundan kunga yangi qonunlar, yangi shtraflar, mashina ko'payishi, shunga o'xshagan holatlar davom etyapti. Mana pоворotni yoqib chiqib kelyapman. Bir pasda yo'limga 10 tasi taxlam oladi. Xo'sh, aziz do'stlar, bizga VBdan birinchi zakaz kelib tushdi, komfort tarifidan. Xo'sh. Eski Toshmiydan Yunusobodga 27400 so'm, 7 kilometrcha masofa ko'rsatuvdi. Alaykum. Rahmat. Ketdimi? bir daqiqa vaqt, 27 ming so'm pul kopilkamizda. Aziz do'stlar, komfort tarifidan. VBning foizlari ham salkami Yandex bilan bir xil. 5% taksopark oladi. Yechayotgan bonuslaringizdan pul oladi. Ya'niki garantiyning summa sizga tushdi. Mana shu balansingizga o'sha yerdan ham taksopark foizini oladi. Va undan tashqari kartingizga Telegram bot orqali yechib oladigan bo'lsangiz yana foiz oladi. Shu taraflari sal noto'g'riroq deb o'ylayman, chunki bir marta olish kerak bu narsani, lekin bilmayman, balkim meni aqlim yetmas, tushunmasman, lekin juda akularoq variantda taksoparklar qilishyapti. Chunki Yandexda mana bu yoqqa bonus tushsa, misol uchun botdan faqat nalogga pul olib qoladi, bo'ldi. VBda xuddi shunaqa joyda deyli, misol uchun mana kech payt 9 dan 11 gacha mana bizga zakaz beryapti. 9 dan 11 gacha 60 minglik zakazi bor. Balansingizga to'liq qonuniy 60 ming emas, 57 ming tushadi. Va undan tashqari 57 ming yechib olishingiz uchun yana taksopark o'zini foizini olib qoladi. Ozgina shunaqa joylari bor. Hozir mana keyingi zakaz Yandexdan aytganimdek Usta Olim ko'chasidan 5 Qozonga
osh markaziga. Bu yoqda сопровождение. Gaylar ham ko'p ko'chada nimagadir. Okay. No, wait. Here is not safe. Okay, thanks. Thank you. Stupid. That is okay. Okay, thank you so Bye. much. Bye. Shu eshigini yopishligisidan bezillaganman shu Xitoylarni. Xo'sh, 16.000 so'm bilan zakaz uzani yopdik. VB yo'q-u, zakazdan darak yo'q. Gai akalarimiz mana aktualniy Rolls-Royce to'xtatib olib, ishlarni qilishyapti. Я успел тебя позабыть. Не нужно ты мне больше, вреден лгуня. Ko'pchilik yozishi mumkin. Nega endi Honjini sotib buni oldingiz deydiganlarga, menga shu qulay. Katta mashina ham katta. Va bu kichkina bo'lgani bilan, lekin Honjidan funksiyalari ancha ko'p, ancha aqlli ishlangan model hisoblanadi. Y2. Honji ham yaxshi mashina, yomonlamayman. Shunchaki hamma nima deydi, gulli o'zini shaydosi bo'ladi degandek. Bizga shu qulay. Misol uchun, navrotlari ko'p, mana monitorni xohlang bunaqasiga ko'rib keting. Xohlang unaqasiga ko'rib keting. Honjida bunaqa narsalar yo'q, misol uchun navrotlari kam. Slishkim prostorniy qilingan mashina desam ham bo'ladi. Bizga hozirgi xitoylik klientimizni 1000 so'm choy puli tashlatdilar. Mayli, barakasini bersin, 17.000 ga olib kelgan buvamizni mijozimiz ana. Qandada choy pullar bo'lib turadi, lekin unaqa baland emas. Shunda ikkita zakaz qaniydi? Yaxshi. Lekin kechmadim. Necha bor men seni men uchun sinading rashqim. Nimalar o'tmadi boshimdan bilmaysan, kel endi o'zim. Men seni eng baxtli qilaman dedim. Bu mening burchim. Sen sog' bo'l. Juda ham bir lanch yoshlarda, hozirgi yoshda erinchoq, ensi qotgan VB taksidan chaqirilgan zakazingiz standart tarifi bo'yicha. Endi to'g'ri tarif tanlashga imkon bo'lmagani uchun standart chaqirsa ham qimmat mashinalar kelishyapti. Tipovoy Y2 chaqirdingmi deydi, hali qiz bola gapiraman. Agar bola gapirgandek o'zim gapirardim, endi qiz bolalarga tushuntirgandan foyda yo'q. O'zim Matizda yurdim, yaqinda degim keldi bir. Xullas 1,5 kilometrga 9200 so'mga olib kelib qo'ydi. VBdan ikkinchi zakazimiz ana Yandexga keladigan bo'lsa, liniya yo'q, lekin zakazdan darak yo'q desam ham bo'ladi. Слово совсем. Mana shu platniy parkovkaga qo'yib, salqinni poylab turamiz. 他们在这样做事情，女性完全没有翻身的，他是想解脱他们，有一部分是这种原因去打他的，知道吧？等等，包括伊拉克也是，叙利亚当时也是，都是这样的，都是穆斯林国家的糟粕。OK， 但我感觉大部分还是为了石油，石油还是美国的最大。当然，顺便嘛，是不是？要搞个高大上的旅游啊。搞个高大上的旅游。Shu moldan battar desam xafa bo'lishadi.
Вообще madaniyat degan narsa yo'q. O'sha yo'q. O'rtada разделный polik bor. O'shani ham tepib tushirib ketadi. Gapirsanglar, bir pasta reytingga ta'sir qilib bir narsa bo'ladi. Gapirmasanglar, bunaqa ahvol. Hamma provokatsiya ishi bo'lib ketgan. Bizga-ku farqi yo'q. Misol uchun bo'chasiga bab o'zimiznikini o'tkazib ketamiz. Tarbiyalab ketishga harakat qilamiz, tushuntirib ketishga. Buni yaqqol isboti bilan fevral oyida ko'pchilik ko'rganlar ko'rishdi. Shantaj gaziga tushib qoldik Bluetooth masalasi bo'yicha, lekin u yerda faqat Bluetooth masalasi emas, juda ko'p masala bo'lgan. Va buni videolarini Instagramga ham qo'ydi, o'sha ichki ishlar organlariga ham taqdim qildi. Va благотовушто hammasi bizga yaxshilik bilan tugadi. Ozgina vaqtimiz ketgani bo'ldi, to'g'ri, lekin eng asosiysi yaxshi bilan tugadi. O'sha odamga ham dars bo'ldi deb o'ylayman va ancha taksistlar haqiqatan gapirishdi. Bluetooth so'ramaydigan bo'ldi ko'pchilik, ko'pchilik gapirishdi bizga ham, mana shunaqa bo'libdi deb. Yo'da bo'lsa bizga keyingi zakaz kelib tushdi. Severniy vokzalga 2-3 kilometrga 7 daqiqalik yo'l. Ishlashda davom etamiz. Мы приехали, где-то там вышли, и вокзал не видели. Бывает такое. До свидания. До свидания. Хоп. Xo'sh, 15:30 bilan yopibmiz zakazimizni. VBdan hali ham darak yo'q, liniyamiz. Ishonasizlarmi yo'qmi? Hozir mana shu klientni olib keldim o'zi. Bu mashinani mana shu turgan 8 skalar bilan sotib olganman va yaqin kunlarda alishtirishni kichkinarog'ini qo'yaman deb niyat qilib yurdim, lekin bir ikkita tanishlarim va bolalarim yaxshi turibdi, ada deyishganiga tanishlarim tegmayotgan bo'lsa, tursin, alishtirmay qo'yaver deyishdi. Va mayli qola qolsin o'zi deb bugun ishga chiqishdan oldin, hop, mo'yka 20 ming va 80 mingga oldin orqani oldiga perikitga qilib, balansirovka qildirtirib ish jarayonini boshladim. Hozirgi mijozni olib keldim. Shunaqangi bir vestli, shunaqangi bir og'ir ekan, o'zim mashinamga o'tirganda mashinam shunda cho'kdi. Arzimagan joydan har doim yurib o'tirgan joyim o'sha joy. Avvalgi joydan o'tdim, shunaqa tegdi. Mana nima demoqchimanki, endi bu prosesni tezlashtirib, tezroq alishtirmasam ko'zim chiqib ketdi to'g'risini aytsam. Chunki baribir taksichimiz, endi klientni ayblashga haqqim yo'q. Nima demoqchimanki, shu sohaga mashinani imkon boricha moslashtirish yaxshi natija beradi va bunaqa holatda nima deydi, bir balonga nimadir shikast yetib achinib o'tirilmaydi. Xo'sh, aziz do'stlar, aziz obunachilar, soatimiz 8 bo'ldi. Biz boya to'g'risini aytsam, ishga unaqa qovush bo'lmadi. Ish ham o'zi вообще неважный bo'lgani uchun uyga kirib ketdi, uydagi ishlarni qilib, mana boshqa qatdan xudo xolasa mana ishga chiqib ketamiz. Denmi, nochmi taksichini bir kunlik ish rejimi shunaqa. Uyga zo'r kiradigan gaplar va to'ppa-to'g'ri shundoq osonlik bilan pul topishga to'g'ri qolib signal chalishning iloji yo'q. Buni hamma ham bilishadi. To'xtab oldi-da mana. Bitta noro to'xtasa o'tib ketardim. Yo'q, mana ayol kishi bo'lgani uchun mana shunaqa. Ayollarga o'zi rulni berish kerak emas deydi-yu. Последний подъезд? Да. Спасибо. До свидания. Xo'sh, o'rtoqlar, 200 metrdan tushdi VBdan zakaz standart tarifidan 1 kilometr ham bo'lmadi. 8200 so'm bilan 3-zakazimizni VBdan kunduz 2 ta, hozir mana bitta yopdi. Yandexda bo'lsa 4 ta zakaz qilganmiz, liniya yoqib olgan. Liniya yoqamasam, lekin zakazdan darak yo'q. Chunki koeffitsiyentli ko'rsatdi. 26 minggacha bor koeffitsiyent. Zakazdan darak yo'q. Hatto mo'y rayonni ham yoqib oldim. Shu tezroq zakaz
bizaga VB taksidan navbatdagi zakaz kelib tushdi. Qatga borganmiz. Maksim Gorkiy tarafga boramiz. Biz bu zakaz bilan ko'rishinglar mumkin. Nima tarifdan? Standart tarifdan kelib tushdi. Hali yetib kelganimiz yo'q. 20918 so'mga 5082 so'mlik zakaz. 700 metr masofadan 7 kilometrcha masofaga bo'lgan zakaz. До свидания. Xo'sh, navbatdagi zakazimizni ham 16 minut vaqt ichida olib kelib yo'q bo'ldik. Yandexdan darak yo'q, faqat Mo'y rayonini yo'qsiz zakaz beryapti nimagadir. Hatto bez koeffitsient berayotgani uchun paka ishlash ham niyat yo'q. Sababi bugungi hech qanaqa bonus ham yo'q Yandexda. 12 dan keyin bonus boshlansa, xudo xohlasa yana haftalik может o'shanda ishlarimiz. Здравствуйте. Я не знаю, это Какой здесь подъезд? остановиться, здесь это надо спросить у вашего Яндекса. Яндекс или Вайлдерс? Ой, Валперсы. Бывает такое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Xo'p. Aziz do'stlar, navbatdagi zakazimizni ham 19 ming bilan yopdik. To'g'ri 4 kilometr masofaga mijozimizni birinchi marta to'g'ri olib kelib qo'yamiz. To'g'riroq Wildberries taksi birinchi marta to'g'ri olib kelib qo'yishi deb gapiryaptilar. Nimagaligi bizga qorong'u, soatimiz 9 dan 24 daqiqa o'tdi. 6 ta zakazni biz Wildberriesdan qilib bo'ldik. Yandexda Maka shuni polностью liniyadan chiqib o'chirib tashlab turibmiz. Sababi shu boy aytganimizda hech qanaqa bonus yo'q. Tayinli zakaz ham yo'q. Bolalar bilan gaplashsam yaxshi beryapti deyishdi. Nimalar endi mendan xafa bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman Yandex. Salkovskiyga aka. Qayerga Salkovskiy aka? Kartinka bor-ku. Ha. O'shatga. Hop. 20 ming. Chiqing aka. Yaxshilikni ko'rishingiz sog' bo'ling. Xo'sh, o'rtoqlar, VBdan 1,5 kilometrdan tushdi, 209 kilometrga olib kelib qo'ydi. Yunusoboddamiz. 11200 so'm bilan yopdik. Undan oldin bo'lsa, Komfortdan berdi. Nukus ko'chadan Yunusobod 13-kvartalga. 11 kilometrga 40400 so'm ko'rsatdi. Komfort tarifidan edi. Kilometr ishlariga o'sha summalarga e'tibor berib qaraylik. Standart nechi pul, komfort nechi pul, komfort plus nechi pul. Video davomida hammasini qo'ldan kelgancha aytib o'tib ketaman. Ishlamasligi o'zingizning qo'lingizda. Ba'zi birlar endi garantiyning summasi bor, kilometrajga ahamiyat berish kerak emas deganligi u noto'g'ri fikr. Обязательно kilometrajga ahamiyat berish kerak. Ehtiyot bo'l, shu o'g'ringlar. Ochuvering. Men boshqa gap aytadi jo'si. Sukar qo'yganmiz. Aysiz qilmaganman. Prosta mashinaga atmaskada, aka bo'ladi. Yaxshilik ko'rishinglar, rozi bo'ling, aka. Pulingizga. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Yaxshi. Rahmat. Xo'sh, o'rtoqlar, soatimiz 12:22. Allohning mehribonchiligi bilan biz 12 gacha VBdan 14 ta zakaz qilib oldik, xudo xolasa. Sizlarga ko'rsatishimiz mumkin. Bu 12 dan keyingi hisoblanadi. Shu bu menimcha 12 dan oldin buni, lekin 12 dan keyingi hisoblanadi. Endi bo'lsa, xudo xolasa Yandex yo'qsiz ham bo'ladi, chunki o'sha bonusga o'tdi hisob. Ishlashda davom etamiz. Qaysi xonada? Rozi bo'ling, yaxshi. Rahmat, yaxshi deb ko'rishinglar, kelishingizga rozi. Rahmat. Xo'sh, o'rtoqlar,
12 dan keyin ikkinchi zakazimizni ham amalga oshirib bo'ldik. Yunusoboddan 14 kilometr Havas ko'cha Muxtor Ashrafiy tarafga 42 ming so'mga. Bu yerda ham koeffitsient bor, lekin pastroq koeffitsient bilan standart tarifidan oldik. Chilonzordan 10 kilometrga 10 midi, 12 midi 53 mingga keldik. Bunisi уже 42 ming bo'ldi. Ishlashda davom etamiz. Qaysi uy? Xo'p bo'ladi. 62 ming bering bo'ldi, 500 ming roziman. Rozi bo'ling, yaxshilik ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh, o'rtoqlar. Kutib Atkaz qurganimga bu to'chi ham yopilib qolib, zakaz olsam, prям mahallamga ega. Yo'lni bu yoq betiga olib keldim, qaytmas degan joyga. Bizniki naryotarab bo'lsa, mayli qaytarmadi chunki mahalla hisob поддержка qilishimiz kerak. Xullas, yangi bonus boshlandi. Yandexda 120 ta edi, 119 ta qoldi. Xohlasa 6 kunda ulgursa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Soatimiz necha bo'ldi? 1:32 daqiqa o'tdi. Общий ishga chiqqanimizdan beri 218 kilometr yuribmiz. 32% zaryadkamiz bor hali. Ko'ramiz, ozgina ishlasa, keyin zaryadka qilamiz. O'z uyingiz qaysi bir o'zi? Mana shtami? Keyinroq joyda to'xtamoqchiman. Rozi bo'ling, yaxshilik ko'rishaylik. Sog' bo'ling, charchamang. Bo'ldi. Mana bu dommi bu? Bu kotej. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'sh, elektro tarifda aziz do'stlar, navbatdagi zakazimiz edi. 4,5 kilometr masofa ko'rsatdi, lekin 2,5 kilometr qilib yurib keldi. Taksichilar bilishadi, eskilar. Xullas, Yandexdan Pashot'u 3-chi zakazimizni уже amalga oshirib bo'ldik. До свидания. Спасибо. Xo'sh, o'rtoqlar, Yandexdan edi bu zakazimiz va navbatda Vlyot bizga Yandex keyingi zakazini berdi. Soatimiz 2:36 daqiqa o'tdi. Zaryadkamiz 19% qoldi pakashto. Ko'ramiz, yaqinroq joyga bo'lsa kirib zaryadka qilib kuchi yetsa yana ishlashga davom etamiz, chunki hozir 7 soat bo'lsa, boya 5 soat bo'lsa, bu yoq 12 soat почти что liniyada bo'lamiz. Sog' bo'ling. Xo'sh, aziz do'stlar, zaryadkamiz 15% qoldi. 100% zaryadka bilan 258 kilometr 400 metr masofa yuribmiz. Tak, hozir endi kartadan, приложениyadan zaryadkali podstansiyani qarab olsa, o'sha yoqqa borib zaryadka qilamiz, ko'ramiz. Ozgina dam olib keyin ishlaymizmi yoki birato'lasiga uxlab ola qolamizmi 2-3 soat. Keyin ishlaymizmi? Xullas shunaqa gaplar. Xo'sh, приложениyadan o'zimizga kerakli bo'lgan joyni topib oldik. Yaqinroqlar ham bor edi, menga masjid kerak, chunki ertalabki namozni agar o'tirolmay qolsam, voqliga klientim bor, aeroport olib chiqishim kerak. 12 dan keyin 5 ta zakaz qilamiz. 130 ming 256 so'm, 12 gacha bo'lsa qancha qildik? 77 ming. Shunda 207 ming so'm bo'lyapti. Yandexga. Kilometraj mana uyimizdan chiqib ketgandan keyin mana shu bunga yana hozir 5 kilometr qo'shilsa 265 mi 266 bo'lyapti.
va undan tashqari VBda mana 12 dan keyin 3 ta zakaz qilamiz 82560 so'm bo'lyapti, 292 ming, 293 ming bo'lyapti. 12 gacha bo'lsa endi garantiyni summa qilib hisoblaymiz, chunki 12 gacha bo'lgani shu 14 ta zakaz, 14 ta zakazga 720 ming so'm pul beryapti. 291 ming bo'lsa, bu yoqda boy 20 ming ko'chadan klient oldim, 311 ming bo'lyapti. 311 mingga 720 mingni qo'shsaylik, bizning shu ishlagan summamiz kelib chiqyapti o'rtoqlar. Shunda 265 kilometr, hozir mana 7 boy 5 12 soat biz liniyada bo'ldik. Ish jarayonini ko'rdinglar, bir xil mahal bunaqa, bir xil mahal bunaqa. Sizlar bilan bo'lsa nima deymiz aziz do'stlar? Xayrlashamiz, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishlikka nasib qilishligini, kanalimizdan uzoqlashmasdan like tugmachalarini bosib rivojlanishda o'z hissanglarni qo'shsanglar, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Xudo xolisa tez kunda yana sizlarga yengilligimiz bor. Mana shu may oxirlariga yoki iyun boshlariga biz Andijonga Xudo xolisa klientimiz bor. Andijonga safar uyushtiramiz va o'sha yerda ham Xudo xolisa yana qaytadan o'sha bir necha yil oldin video obzor qildik eski kanalimizda. Blog ekib bitgan kanalimizda ko'pchilik bilishadi taksidagi. Yana video obzor qilib Xudo xolisa ishlab Andijondagi Yandex agregatorini ko'rsatib berishga niyat qilib qo'yganmiz. Ungacha bo'lsa o'zinglarni asranglar, charchamanglar, qo'llab-quvvatlab olinglar. Kommentariyada yana qaysi viloyatlarga borib obzor qilib berishimizni ko'rsatib ketsanglar, qo'ldan kelgancha biz ko'rsatib